Bizni dunyoni butun borlig'ini qabul qiluvchi 3 ta kanalimiz bor. Bu vizual kanal, ya'ni ko'rish orqali, audial kanal, eshitish orqali va kinestetik kanal, ya'ni his qilish orqali. Atrofdagilar ham siz haqingizda aynan shu 3 ta kanal bo'yicha ma'lumot oladilar. Eng qizig'i, o'zingiz haqingizda ham shu 3 ta kanal orqali ma'lumot olasiz. Shuning uchun hoziroq o'zingizdan boshlang. O'zingizga yoqasizmi? Ko'rinishingiz, o'zingizni tomushingiz sizga yoqadimi? O'zingizni tanangizni yaxshi ko'rasizmi? Qachonki siz 3 ta kanal orqali o'zingizni miyangizga o'zingiz yoqimli informatsiya jo'natsangiz va miyangiz sizni shu 3 ta kanal orqali sevishni boshlasa, atrofdagilar ham buni takrorlaydi. Boshlab ko'ring. O'zingizga yoqing, o'zingizni tinglash yoqsin va o'zingizni his qilish yoqsin.